Uyg'urlar mustaqil bo'lishga ishonmamdi. Biz rostini mustaqil bo'lolmamdik. Bularga javob berishdan burun xalqimiz qaysi kuchlar Uyg'urning mustaqil bo'lishini va Uyg'ur kimligimizga hujum qilyotidi degan bu muhim masalani tafakkur qilib o'ylanib beqishi kerak. Uyg'urlar mustaqillikka ishonmamdi. Bu savolga shundoq javob beraman. Uyg'urlar mustaqil bo'ladi. Ichki va tashqi kuchlar qanchalik dushmanlik qilib, to'sqinlik qilsa-mu, Uyg'urlar mustaqil bo'ladi. Chunki Uyg'ur zimini, u tuproqlar Uyg'urning. Biz o ziminning egilarimiz. O ziminda biz tarix yaratdik. O ziminda biz tarixdan buyon yashab kelgan ve ota-bobolarimiz Uyg'uriston davlatlari 500 yıldan ortiq saltanat hüküm sürgen bizning Uyg'ur tuproqlari. Bu qichib qutulg'ili ve o'zgartilmagidek bir haqiqat. Xitoy tajovuzchilari bizning ziminga tajovuz qilib, qonunsiz holda 3 yillik kompartiya yordam deb kirib, yerlashib chiqib ketmedi. Uyg'urlarning hozirgi siyosiy vaziyati Amerikaga o'xshash kuchlik bir davlatning qo'llab desteklashi, alohida ko'ngil bo'lib Xitoyga ajallik zarbalarni berishi va Xitoy iqtisodiy vaziyati, ichki tashqi hozirgi vaziyat bizning Uyg'ur mustaqilligimizning shart-sharoitlarning yetib kelgini va mustaqil bo'lganligimizni isbotlab ko'rsatib turdi. Bu yerda qo'shib qo'yadigan muhim bir nuqta bor. Biz mustaqillik uchun qanchalik harakat qildik? Mustaqillik uchun o'rnimizdan dast turib bir harakatga o'taldikmi? Uyimizda issiq o'tirib mustaqillik osmondan tushib qolamdi? Biz nima qildik? Bu savollarni o'zimizga qo'yishga to'g'ri keladi. Xitoy tajovuzchilari o'ktamlik qilib, yolg'ondan tarix uydurib, dunyoning ko'zini bo'yab, bizning ziminimizni ilib olmoqchi bo'lyotdi. Buningga Uyg'ur tilli xoinlarmi pas verib, yordam qilyotdi. Baş tarixingni. Isboting bo'lsa chiqar o'rtaga. Senmi chiqar, bizmi chiqarmiz tariximizni. Kim tajovuzchi, kim bu tuproqlarning egisi qani ko'rayli. Senlar ko'z bo'yamchilik qilib Uyg'urning tarixini yo'q qilolmaysan. Sening bo'lmagan hech bir narsa sana oid bo'lmas. Ikkinchi, Uyg'urning mustaqilligini mumkin emas. Xitoy mustaqillik bermaydi deb Uyg'ur xalqimizning irodasini, ideyasini, mustaqillik ruhini o'ltirayotgan, tirishayotgan yoshirin kuchlar kimlar? Nima qilmoqchi? Bu masalaga shundoq javob beraman. Bu ichimizdagi milliy xoinlarning Xitoy tajovuzchilariga moslashib, ichki jihatdan xalqimizning psixikasi va milliy ruhini, ishonchisini o'ltirish orqali mustaqillik mumkin emas degan umidsizlikka ekelmoqchi bo'lgan razil bir taktikasi. Uyg'ur zimini Uyg'ur xalqining. U yerning egilik huquqi bizning. Xitoy tajovuzchilari ve içimizdeki Uyg'ur tilli xoinlar xohlasa, xohlamasa bizning Uyg'ur tuproqlardan chiqib ketadi. Buningga xalqimiz ishonishi kerak. Bu bir haqiqat. Xitoy bir tajovuzchi. Uyg'ur tilli xoinlar Xitoyning tarbiyalab yetishtirib ichimizga solgan ishtlari. Bularning vazifasi bizning Uyg'ur tariximizni, kimligimizga hujum qilib, ichki ziddiyat silib, yolg'on tarix so'zlab, mustaqilligimizga qarshi xalqimizning ideyasini burmalash. Agar bular Uyg'ur davosi qilgan bo'lsa edi,
öz dini, imanida rostchil bo'lsaydi, öz xalqini, millatini, tuproqlarimizni Xitoyga va boshqalarga bölüp bermekçi ve müstakil davayımızga tosqunluk kılmagan bolatdı. Üçüncü, hazır Türkistan dep küçep gitip bağan küşler nimi kılmakçı? Nimi üçün Uygurlar Türkistanlık bolup kalıdı? Nimi üçün bizning ziminimiz Türkistan bolup kaldı? Bu meselege cevap berişten burun ötmüştiki yani yaqinqi iki cumhuriyetimiz ve 1930 yılga qaytışqa hatırlaşqa toğrı keldi. 1930 yılı Uyguristan Cumhuriyeti'nin kuruluşu üçün hazır bolgan Uyguristan Cumhuriyeti inqilabçıları Uyguristan Cumhuriyeti'nin kurulganlığını e'lon qilish oldida dal bu paytda Türkiye, Fergane, Encan'dan bir qancha kishi kelib xalqimiz orasiga ziddiyat silib Sharqiy Turkiston deyish kerak deb e'lon qilinish oldida turgan Uyg'uriston Cumhuriyetini Sharqiy Turkistonga o'zgartib e'lon qildi. Afsus, bu coğrafiyalik nom Stalin ve Shinseyni rahatsız qilib bu nomni Rus ve Xitoy üçün cho'ng tehdit ekanligini tushunib bitjit qilib yo'q qildi. Bu bir ochiq haqiqat. Asrlardan beri Uyg'ur kimligimiz, Uyg'ur davlatimiz bilan yashab kelgan Uyg'urlar Türkiye ve Encan'dan kelgan bir qancha kishi tarafidan atılıp kelgan bu iki cumhuriyet içinişlik halda mağlup bolgan. Sharqiy Turkiston degan ism ana shu mag'lubiyatdan qolgan. Bu nom bilan kuchab tashviq qilayotgan bu kuchlar tashqi kuchlar tarafidan qabul qilinmay bostirilib yo'q qilinadiganligini obdan biladi. Bu bir suiqasd, siyasi taktik idi. O'tmishdagiga o'xshash hozirmi vatanimiz ismi bilan siyasi o'yin o'ynalayotidu. Bu ism orqali Uyg'ur kimligimiz asrlardan beri Uyg'ur davlatlarini qurib yashab kelgan Uyg'uriston ziminimizni Turkiston qilib o'zgartib bizni Uyg'ur emas, Turkiy millatlar qilib ziminimizni Türkiye ve Xitoyning bir parçası Uyg'urligimizni butunlay yo'q qilib Turkiy millatlarga aylantirib etish. Bundaq bo'lganda bir chalmada iki qush olgan bo'ldi. Biri Uyg'uriston tuproqlarimizni, biri Uyg'ur kimligimizni yo'q qilgan bo'ldi. Aziz xalqim, vatanimiz nomi Uyg'ur kimligimiz, Uyg'ur nomimiz bilan atalishi kerak. Ötken siyasi hatalıklar tekrarlanıyordu. Doğru hatanı ayırış, doğru yolda davayımızı ilip beriş, vatanımızın namını doğru atışımız ötmüşten ibret iliştir. Bu bir addi mesele emas. Barlıq halkımızın oylanıp bekişiga erziydi. Rahmet.